Umumiy ish o'rganuvchilik tugagandan keyin, ya'ni siz 1 yil ish o'rganuvchi bo'ldingiz, 10 ta jinoiy ish tergov qildingiz, sudlarda qatnashdingiz, tergov qildingiz, arizalarni hal qildingiz, tergovli tekshirishlarni hal qildingiz. Ya'ni 1 yillik davomida siz to'liq bilim ko'nikmalariga ega bo'lganingizdan keyin o'sha o'zingiz ishlab turgan, Toshkent shahar prokuraturasida bo'lsangiz, Toshkent shahar prokuraturasida, viloyatlarda bo'lsangiz, viloyat prokuraturalarida siz attestatsiya komissiyasidan o'tasiz. Attestatsiya komissiyasiga rais viloyat prokurori yoki uning o'rinbosari bo'ladi va komissiya a'zolari sifatida o'sha bo'lim prokurorlari, ya'ni bo'lim boshliqlari qatnashishlari mumkin. Ushbu attestatsiya komissiyasidan siz muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin, ya'ni attestatsiya komissiyasida sizga savol-javob qilinadi va 1 yillik ish o'rganuvchi dasturingizni bajarilishi yuzasidan hujjatlar taqdim qilganingizda u o'rganishdan o'tadi. Umuman hamma nimani topshirdingiz, muvaffaqiyatli ravishda attestatsiyadan o'tganingizdan keyin siz lavozimga tayinlanasiz. Ya'ni siz prokuratura organlarida tergovchi yoki prokuror yordamchisi lavozimida ish boshlaysiz va sizga shu attestatsiya komissiyasining xulosasi bilan 3-darajali yurist unvoni beriladi. Ya'ni sizga forma beriladi, maxsus kiyim unvonga ega bo'lasiz va prokuratura organlaridagi dastlabki unvoningizni olib, ish faoliyatini davom ettirishingiz mumkin bo'ladi.